Homiladorlik testi adashishi mumkinmi? Soxta musbat holatlar. Birinchisi, bola tushgandan keyin 2 oy davomigacha qonda Hg miqdori saqlanib turadi va biz test o'tkazsak, testimiz plus ko'rsatadi. Ikkinchi holat, homilador bo'lish uchun turli xil dori vositalarini, gormon preparatlarini qabul qilish. Uchinchi holat, Horion gonadotropin ishlab chiqaradigan o'smalar, ya'ni turli xil kestalar bo'lishi mumkin. Bunday holatda ham test musbat bo'ladi. Qachon test manfiy chiqadi? Birinchi o'rinda ko'p miqdorda suyuqlik qabul qilib test bajarish, ya'ni siydikni o'ta suyultirvarish, siydikda Horion gonadotropin konsentratsiyasini past bo'lishi. Ikkinchisi, testni erta muddatlarda bajarish. Uchinchisi, bu srogi o'tgan test, ya'ni muddati o'tgan test yaroqsiz testlardan va noto'g'ri foydalanish oqibatida testimiz noto'g'ri ko'rsatkichlar ko'rsatadi. Birinchi o'rinda testni to'g'ri tanlash kerak, yaxshi sifatli testdan foydalanish kerak, iloji boricha ertalabki konsentrированный siydikdan foydalanish kerak va test bajarish qoidalariga rioya qilgan holatda qilish kerak. Bundan qiziqroq ma'lumotlarni olish uchun albatta bizning sahifaga obuna bo'ling.